Akam safarga ketganda kelinoyim uyga o'ynashini olib kirdi deb gap boshladilar bir obunachim. 1 yil oldin akamni sovchi orqali qiz topib, oyim uylantirdilar. Akam ishlari bo'yicha safarga ko'p ketardilar. Akam har doim safarga ketganlarida kelinoyimni uylariga ketgilari kelib qolardi. Oyjon, men ham uyga borib ota-onamni ko'rib kelay deb ketardilar. Bir kuni akam yana safarga ketdilar. Uyda uchalamiz, oyim, men, kelinoyim qolgan edik. Negadir bu safar kelinoyim uyga ketmadi. Akam safarga ketganlaridan keyin 2 kun o'tib, kelinoyim do'konga chiqib ketib 1 soat yo'q bo'lib ketdi. 1 soatdan keyin kelib qo'shnilar bilan gaplashib qolib ketdim-da dedi. Ovqatlanib uxlashga yotdik. Kechasi 12:01larda darvoza ochilgandek bo'ldi. Uyqu ustunlik qilib, menga shunday tuyulyapti deb o'ylab uxlayverdim. Ertasi kuni esa bomdod namoziga uyg'onib ibodatlarimni qilib oldim. Shu bo'yi uxlolmadim. Yuvinib, taranib o'qishga ketishim kerak edi. Endigina sochimni quritmoqchi edim. Aksiga olib fenim buzilib qolibdi. Sekin borib kelinoyimni eshigini taqillatdim. Ha deganda chiqavermagani uchun baribir uyda akam yo'q-ku. Sekingina chaqirib, uyg'otib fenlarni so'rayman deb eshiklarni sekin ochdim. Eshikni ochib qaraganimni bilaman, kelinoyim bir erkak bilan yotardi. Men darhol eshikni yopib xonamga yugurdim va bu holatda nima qilishim kerakligini bilmasdan juda ham sarosimaga tushib qoldim. Oyimga aytsam, mazalari qochib qolishidan, akamga aytsam, kelinoyimni o'ldirib qo'yishidan qo'rqdim. Akamni oilasini bizgim kelmadi va bu gapni hech kimga aytmaslikka qaror qildim. O'shandan beri kelinoyimdan jirkanaman, undan nafratlanaman. U hozir homilador. Har doim uni ko'rganimda bitta narsani o'ylayman, ishqilib qornidagi bolasi akamniki bo'lsin deb. Bo'lgan voqeani ichimda saqlab yurib siqilib ketdim. Kimgadir aytishni o'ylayapman, lekin menga ishonisharmikin deb gaplarini tugatdilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'sha vaqtda sirazi hammaga aytishlari kerakmidi yoki aytmasdan to'g'ri qilganmilar?